Qizim menga avtomobil yutib olganim haqida SMS xabar keldi. Qandaydir komissiya to'lashimni so'rashyapti. Oyi, to'xtang. Bu firibgarlikka o'xshayapti. Xuddi shunday. Sababini tushuntirib beraman. Firibgarlar turli xil nayranglar ishlatadi. Yutuqlar, davlat yordami, bankdan qo'ng'iroqlar, internetda soxta sotuvchilar, sehrli dorilar va onlayn lotereyalar. Bu kabilarni eshitib, shoshib qolmang. Moliyaviy xavfsizlik qoidalariga rioya qiling. Shaxsiy ma'lumotlarni bermang. Shubhali havolalar orqali o'tmang va davlat organlari yoki tanishlardan kelgan fayllarni ochmang. Ommaviy kompyuterlarda moliyaviy amaliyotlarni amalga oshirmang. Davlat organlarining mablag'laringiz borasida qo'ng'iroqlarga javob bermang. Faqat ishonchli va sinalgan veb-saytlardan foydalaning. Bank kartangizga SMS xabarnoma xizmatini ulang. Barcha qurilmalarga antivirus o'rnating. Voy, men bilmagan ekanman. Aytib berganingiz yaxshi bo'ldi. Firibgarlar so'roviga javob qaytarishdan oldin to'xtang. Yaxshilab o'ylab ko'ring va maslahatlashing. Sizning ehtiyotkorligingiz eng yaxshi himoya. Moliyaviy firibgarlik sxemalari haqida yanada ko'proq ma'lumotlarni Finlit.uz manbalaridan bilib oling.